Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qaror qabul qilindi degan xabar ko'pchilikni qiziqtiryapti. Bu ma'lumot ayniqsa pensiya oladigan ota-onalarimiz, boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogironligi bor fuqarolar, kam ta'minlangan pensionerlar va ularning farzandlari uchun juda muhim. Chunki birgina ariza yoki birgina hujjat yetishmagani sabab odam o'ziga tegishli qo'shimcha pulni ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? 1 avgustdan keyin nima o'zgaradi? Kimlar qo'shimcha to'lov olishi mumkin? Kimlar kutmasligi kerak? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlar tayyorlanadi? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamning o'yma-o'y daromadiga bevosita ta'sir qiladi. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik pensionerlar pensiya miqdori qanday hisoblanishini, qo'shimcha to'lov qaysi holatda berilishini va qayta hisob-kitob avtomatik bo'ladimi yoki ariza yozish kerakmi? Buni aniq bilmaydi. Natijada ayrim odamlar hamma pensionerlarga bir xil pul qo'shilar ekan deb o'ylaydi. Ayrimlar esa menga baribir tegmaydi deb umuman qiziqmaydi. Aslida masala bunday sodda emas. Oldin ko'p holatlarda pensioner o'z huquqini o'zi talab qilishi kerak bo'lardi. Masalan, ish staji noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi yetishmasa, nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha imtiyoz hujjatlarida aks etmagan bo'lsa, yoki boquvchisini yo'qotgan oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasi buni har doim ham o'zi bilib qolmasdi. Pensiyaning o'zi borib hujjat topshirib, qayta hisob-kitob so'rash kerak edi. Endi 1 avgustdan boshlab qo'shimcha to'lovlar bo'yicha tartib aniqroq ishlash kutilmoqda. Bu degani, ayrim toifalardagi pensionerlarga pensiya ustiga qo'shimcha mablag' hisoblanadi. Ayrimlarida esa avvaldan bor bo'lgan ustama qayta ko'rib chiqiladi. Lekin men ekspert sifatida bir narsani alohida ta'kidlayman. Har qanday qo'shimcha to'lovning asosi hujjatdir. Og'zaki gap, mahalla aytgan gap, qo'shni eshitgan xabar yoki internetdagi sarlavha asos bo'lmaydi. Asos bo'ladigani rasmiy qaror, shaxsiy pensiya hujjatlari, elektron bazadagi ma'lumot va fuqaroning arizasi. Avval pensionerlarning asosiy e'tibori pensiyaning bazaviy miqdori, ish staji va ish haqi ko'rsatkichlariga qaratilgan edi. Ya'ni odam necha yil ishlagan, qanday tashkilotda ishlagan, maoshi qanday bo'lgan, hujjatlar to'liqmi? Shular asosida pensiya hisoblanardi. Qo'shimcha to'lovlar esa alohida holatlarga bog'liq edi. Nogironlik, alohida xizmatlar, urush yoki mehnat faxriyligi, yolg'iz keksaligi, parvarishga muhtojlik, boquvchisini yo'qotish, kam ta'minlanganlik va boshqa ijtimoiy mezonlar. Muammo shunda ediki, bir xil yoshdagi ikki pensioner turlicha pul olishi mumkin. Buni ko'pchilik adolatsizlik deb tushunadi. Masalan, bir odam 25 yil rasmiy ishlagan, ikkinchi odam 10 yil ishlagan, qolgan yillari norasmiy mehnat qilgan. Ikkalasining pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Yoki bir pensioner nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha ustama oladi. Ikkinchisida bunday asos yo'q. Shuning uchun falonchiga qo'shilibdi, menga nega qo'shilmadi degan savolga javob har doim individual bo'ladi. 1 avgustdan keyingi eng muhim o'zgarish shundan iboratki, qo'shimcha to'lovlar masalasida pensionerlar o'z ma'lumotlarini tekshirtirishi kerak. Agar sizning holatingiz qo'shimcha to'lov mezoniga tushsa, sizga pul qo'shilishi mumkin. Agar tushmasa, faqat umumiy oshirish yoki indeksatsiya bo'lsa, shunda miqdor o'zgaradi. Demak, hamma bir xil miqdorda qo'shimcha oladi deyish noto'g'ri. Kimga qancha qo'shilishi uning toifasi, hujjati, pensiya turi va hisob-kitobiga bog'liq bo'ladi. Birinchi navbatda pensiya turlarini farqlash kerak. Yoshga doir pensiya bor, nogironlik pensiyasi bor, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Bundan tashqari ayrim fuqarolar nafaqa oladi. Ya'ni ularning to'lovi pensiya emas, ijtimoiy nafaqa bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bu ikkisini aralashtirib yuboradi. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa davlat tomonidan ijtimoiy himoya sifatida beriladi. Agar qarorda pensionerlar deyilsa, bu har doim ham barcha nafaqa oluvchilarni qamrab oladi degani emas. Agar pensiya va nafaqalar deyilsa, unda doira kengroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlab oling. Plastik kartangizga pul tushayotgani yetarli ma'lumot emas. Sizga yoshga doir pensiya tushyaptimi? Nogironlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki elektron xizmatlar orqali bilish mumkin. Ikkinchi muhim masala, qo'shimcha to'lov hamma uchun avtomatik tushmasligi mumkin.
Masalan, agar qo'shimcha to'lov yosh, pensiya turi va mavjud bozordagi ma'lumotlar asosida belgilanadigan bo'lsa, tizim avtomatik hisoblab berishi mumkin. Lekin agar bu to'lov uchun arxivdan ish staji tasdiqlanishi, tibbiy xulosa kiritilishi, oilaviy holat yangilanishi yoki mahalladan ma'lumotnoma kerak bo'lsa, fuqaro murojaat qilmasa, tizim buni to'liq ko'rmasligi mumkin. Uchinchi masala qo'shimcha to'lov sanasi. Agar tartib 2 avgustdan kuchga kirsa, bu pul aynan 2 avgust kuni qo'lga tegadi degani emas. Amaliyotda hisob-kitob amalga oshiriladi. Bank yoki pochta orqali to'lov jadvali bo'ladi. Ayrimlarda oy oxirigacha tushadi. Ba'zida qayta hisob-kitob keyingi oyda kelib, o'tgan oy uchun farqi bilan birga to'lanadi. Shuning uchun 2 avgust kuni kartaga pul tushmasa, darhol vahima qilish kerak emas. Avval to'lov jadvalini, keyin shaxsiy hisob-kitobni tekshirish kerak. Men eng avvalo quyidagi fuqarolarga o'z hujjatlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Birinchisi, pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lgan pensionerlar. Agar odamning pensiyasi juda past bo'lsa, qo'shimcha ijtimoiy to'lov yoki minimal kafolatlar bo'yicha o'zgarishlar unga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, opa 18 yoshda, 12 yil rasmiy ish staji bor, pensiyasi kam. U menga baribir hech narsa tegmaydi deb o'ylamasligi kerak. Aynan shunday holatda qo'shimcha to'lovlar bo'lishi ehtimoli yuqori. Ikkinchisi, nogironligi bor pensionerlar. Agar nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa, uning muddati guruhi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi elektron bazada to'g'ri aks etgan bo'lishi kerak. Masalan, aka 2 guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi, lekin 1 yil oldin qayta ko'rikdan o'tgan, hujjat yangilangan. Agar bu ma'lumot pensiya bazasiga o'z vaqtida tushmagan bo'lsa, qo'shimcha to'lov kechikishi mumkin. Uchinchisi, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda oila tarkibi juda muhim. Bolalar soni, ularning yoshi, o'qiyotgani yoki ishlayotgani, nikoh holati, vasiylik masalalari hisobga olinadi. Masalan, bir ayol turmush o'rtog'idan ayrilgan va 2 farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzandlardan biri 18 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, hujjat topshirilsa, to'lov davom etishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar o'qish haqida ma'lumotnoma topshirilmasa, to'lov kamayib qolishi ehtimoli bor. To'rtinchisi, yolg'iz yashovchi keksalar. Ayrim ijtimoiy to'lovlar yolg'iz keksalar, parvarishga muhtoj shaxslar yoki ijtimoiy daftarlarda ro'yxat turgan fuqarolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu yerda mahalla, tibbiyot muassasasi va ijtimoiy xizmatlar ma'lumotlari muhim ahamiyatga ega. Agar keksa, ona yolg'iz yashasa, lekin hujjatlarda farzandlari bilan bir manzilda ro'yxatda turgan bo'lsa, tizim uni yolg'iz deb tan olmasligi mumkin. Mana shunday mayda ko'ringan masala qo'shimcha to'lovga ta'sir qiladi. Masalan, birinchi holat, Toshkent viloyatida yashovchi 7 yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi shartli ravishda 230 ming so'm deb olaylik. U 20 yil rasmiy ishlagan, lekin 5 yil zavoddagi ish staji orqada qolib ketgan. Agar o'sha 5 yil staj tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar 2 avgustdan qo'shimcha to'lov past pensiya oluvchilarga nisbatan qo'llansa, otaxonning umumiy oylik daromadi oshadi. Lekin u arxiv ma'lumotnomasini olib kelmasa, faqat bazada bor 20 yil bilan hisob-kitob qilinadi. Ikkinchi holat. 16 yoshli onaxon pensiya oladi. Turmush o'rtog'i vafot etgan, o'zi yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. U kommunal to'lovlar, dori-darmon va oziq-ovqatdan keyin deyarli pul orttira olmaydi. Bunday odam albatta mahallaga borib, ijtimoiy holatini tushuntirishi, yolg'iz keksalar yoki boshqa ijtimoiy yordam ro'yxatlarida bor yo'qligini tekshirtirishi kerak. Chunki ba'zi qo'shimcha yordamlar pensiya bo'limidan tashqari ijtimoiy himoya tizimi orqali ham beriladi. Uchinchi holat. 2 guruh nogironligi bor pensionerning kartasiga har oy pensiya tushadi. 1 avgustdan qo'shimcha to'lov bo'ladi degan xabarni eshitadi. U hech qayerga bormaydi, kutadi. Keyin bilsa, uning nogironlik muddati bo'yicha hujjati yangilangan, lekin bazada eski ma'lumot turibdi. Shuning uchun men bunday fuqarolarga kutib o'tirmang, ma'lumotni tekshirtiring deyman. Chunki bir kun vaqt ajratib, hujjatni to'g'rilatish kelajakda har oy qo'shimcha pul olishga sabab bo'lishi mumkin. 4-holat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilada farzand kollej yoki universitetda o'qiydi. Agar o'qish kunduzgi shahrida bo'lsa, ayrim hollarda to'lov davom etishi uchun ma'lumotnoma talab qilinadi. Oila buni bilmasa, nega pul kamaydi deb keyin yuradi. Aslida esa sabab oddiy, o'qish haqidagi hujjat vaqti topshirilmagan.
Shu sabab har yangi o'quv yili boshlanganda, ayniqsa sentyabr oyida o'qish joyidan ma'lumotnoma olib tegishli idoraga topshirish juda muhim. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat qo'shimcha to'lov qarzdorlikka yoki ushlab qolishlariga ta'sir qilishi mumkin. Agar pensionerda aliment kredit bo'yicha sud qarori, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish majburiyati yoki boshqa ijro hujjati bo'lsa, pensiyadan ma'lum miqdorda ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun menga qo'shildi, lekin kartaga kam tushdi degan holatda darhol bankni ayblamasdan. Ushlab qolishlar bor yo'qligini tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat ro'yxatda turish manzili. Ko'pchilik aslida bir joyda yashaydi, lekin propiskasi boshqa joyda bo'ladi. Pensiya hujjatlari, mahalla ma'lumotlari, ijtimoiy yordam va bank to'lovlari manzil bilan bog'langan bo'lishi mumkin. Agar odam boshqa tumanga ko'chib ketgan bo'lsa-yu, pensiya ishi eski joyda qolgan bo'lsa, ayrim xizmatlarda kechikish bo'ladi. Shuning uchun manzil o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga xabar berish kerak. Uchinchi nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Pensiya yoshiga yetgandan keyin ham ishlayotgan fuqarolar bor. Ularning pensiyasi, ustamalari yoki qayta hisob kitobi ishlash holatiga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, ayrim qo'shimcha to'lovlar faqat ishlamayotgan pensionerlarga berilishi mumkin. Ayrimlari esa barchaga birdek qo'llanadi. Shuning uchun men ishlayapman, menga qo'shilmaydimi degan savolga umumiy javob berib bo'lmaydi. Mehnat shartnomasi, ish joyi, pensiya turi va qarordagi aniq mezon tekshiriladi. 4-nozik jihat bank kartasi va pochta orqali olish. Ba'zi pensionerlar pulni plastik kartaga oladi, ba'zilari pochta orqali oladi. Kartaga tushadigan to'lov tezroq ko'rinadi, pochta orqali esa jadvalga qarab beriladi. Agar qo'shimcha to'lov bir oy kechroq ko'rinsa, bu har doim rad etildi degani emas. Hisob kitob qilingan, lekin to'lov sikli bo'yicha keyingi sanaga tushishi mumkin. Buni aniqlash uchun bankdan SMS kutish emas, pensiya hisob varag'i bo'yicha ma'lumot olish kerak. 5-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar pensiya, qo'shimcha to'lov, kompensatsiya haqida xabar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular sizga avgustdan pul qo'shildi, kartangiz raqamini yuboring, kod keladi ayting, arizangizni tezlashtirib beramiz deb aldaydi. Hech kimga SMS kod bermang, plastik karta parolini aytmang, telefon orqali pasport nusxasini yubormang. Rasmiy idoralar sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Endi aniq amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilib oling. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, shaxsiy kabinet orqali ham ayrim ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya miqdoringiz qanday hisoblanganini so'rang. Menga qancha tushyapti degan savol yetarli emas. Siz pensiyam qaysi staj asosida, qaysi ish haqi ma'lumotlari asosida va qaysi ustamalar bilan hisoblangan deb so'rashingiz kerak. Agar javobda siz bilgan ish joyingiz ko'rinmasa, demak arxiv hujjatini qidirish kerak bo'ladi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik holatida o'lim haqidagi guvohnoma, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari, farzand o'qiyotgan bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda bir xil hujjat so'ralmaydi. Lekin asosiy papkani tayyorlab qo'yish foydali. 4-qadam, ariza yozing. Arizada oddiy qilib shunday mazmun bo'lishi kerak. Mening pensiyamga 2-avgustdan belgilangan qo'shimcha to'lovlar va mavjud ustamalar bo'yicha qayta hisob kitob qilib berishingizni so'rayman. Pensiya ishimdagi staj, imtiyoz va toifa ma'lumotlarini tekshirishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlash yaxshi. Biri idorada qoladi, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'yib berishlarini so'raysiz. Bu keyin murojaatingizni kuzatish uchun kerak. 5-qadam. Agar siz yolg'iz yashasangiz yoki daromadingiz juda past bo'lsa, faqat pensiya bo'limi bilan cheklanib qolmang. Mahallaga ijtimoiy himoya mas'ullariga murojaat qiling. Chunki ayrim yordamlar pensiya ustamasi emas, alohida ijtimoiy yordam sifatida beriladi. Masalan, oziq-ovqat yordami, dori-darmon uchun yordam, parvarish xizmati, kommunal xarajatlar bo'yicha qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlar bo'lishi mumkin. 6-qadam, javobni yozma oling.
Agar sizga qo'shimcha to'lov tegmaydi deyishsa, sababini so'rang. Nega tegmaydi? Degan savolga og'zaki javob bilan kifoyalanmang. Qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi ma'lumot mos kelmayapti? Buni bilishingiz kerak. Ba'zan rad javobi aslida yakuniy rad emas, faqat hujjat yetishmasligi bo'ladi. Hujjat topshirsangiz masala hal bo'ladi. 7-qadam, farzandlar ota-onalariga yordam bersin. Ko'p pensionerlar idoraga borishga qiynaladi. Navbatda turish, hujjat nusxa qilish, elektron bazani tekshirish oson emas. Shuning uchun farzandlar, nabiralar, yaqinlar ota-onasining pensiya hujjatlarini bir ko'zdan kechirsin. Bir marta vaqt ajratish natijasida ota yoki ona har oy qo'shimcha pul olishi mumkin. Birinchi savol: qo'shimcha to'lov hamma pensionerlarga beriladimi? Javob: buni faqat qarordagi aniq mezon belgilaydi. Agar umumiy oshirish bo'lsa, hamma pensionerlarga ta'sir qilishi mumkin. Agar toifa bo'yicha qo'shimcha to'lov bo'lsa, faqat belgilangan guruhlar oladi. Ikkinchi savol: pul avtomatik tushadimi? Javob: ayrim hollarda ha, ayrim hollarda yo'q. Bazadagi ma'lumot to'liq bo'lsa, avtomatik hisoblanishi mumkin. Lekin hujjat yetishmasa, siz murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi savol: qayerga borish kerak? Javob: birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga. Ijtimoiy yordam bilan bog'liq holatlarda mahalla va ijtimoiy himoya organlariga ham murojaat qilinadi. To'rtinchi savol: agar pul tushmasa nima qilish kerak? Javob: avval bank yoki pochta jadvalini tekshiring. Keyin pensiya bo'limidan hisob-kitob varag'ini so'rang. Agar sizga tegishli bo'lsa, tushmagan bo'lsa, yozma ariza qoldiring. 5-savol: eski davr uchun farq to'lab beriladimi? Javob: bu holat murojaat sababi va qonunchilikdagi muddatlarga bog'liq. Agar qayta hisob-kitob hujjat kech topshirilgani sabab bugundan boshlab qilinsa, bir tartib, agar idora xatosi bilan kam to'langan bo'lsa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Aziz tomoshabinlar, in avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar haqidagi xabar juda muhim. Lekin eng asosiy gap shuki, bu masalada shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarmang. Lekin befarq ham bo'lmang. Kimga qo'shimcha to'lov tegishi pensiya turi, toifa, ish staji, nogironlik holati, oilaviy vaziyat, ijtimoiy holat va hujjatlarning to'liqligiga bog'liq. Men sizga aniq maslahat beraman. Bugunoq pensiya hujjatlaringizni tekshirtiring. O'zingizga tegishli ustama va qo'shimcha to'lovlar bor yo'qligini so'rang. Kerak bo'lsa yozma ariza qoldiring. Ayniqsa pensiyasi kam bo'lganlar, nogironligi borlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va yolg'iz keksalar bu masalani e'tiborsiz qoldirmasin. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olsangiz, izohlarda yozing. Sizda 2 avgustdan qo'shimcha to'lov bo'yicha o'zgarish bo'ldimi? Pul tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Tajribangiz boshqalarga foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning har oy oladigan pulni oshirib berishi mumkin.